Mecburi dam olishdan qanday foydalanish kerak? Abduri Muhammad Yusuf. Har qanday ish Alloh taolaning taqdiri va hikmati bilan bo'ladi. Alloh taolo taqdir qilgan har qanday bir ishda cho'qim hikmat bo'ladi. Biz yomonlik deb qaragan ishlarningmi foydali taraflari bo'ladi. Hatto biz yomonlik deb qaragan ba'zi ishlar amaliyotda yomonlik emas, balki biz uchun yaxshilik bo'lib chiqishi mumkin. Ey iman etqanlar, sizlar yoqtirmasanglarmi urush qilish sizlarga farz qilindi. Sizlar o'zinglar uchun foydali bo'lgan narsani yoqtirmay qilishinglar, o'zinglar uchun ziyonli bo'lgan narsani yoqtirib qilishinglar mumkin. Sizlarga nimaning foydali ekanligini Alloh obdan biladi. Sizlar bilmaysizlar. Xuddi oyatda ko'rsatilgandek. Jihoddan boshlab nurg'unlagan foydali ishlar insonga ziyonli ko'rindi. Amaliyotda o ishlar insonlarga ziyonli emas, balki foydalidir. Mecburi uyda o'ldirish nurg'un kishilarga bema'nilik va zerikishlikdek tuyulishi mumkin. Chunki nurg'un kishilarning sirtdagi ishlari to'xtab qoladi. Do'kondorlar tovar sotolmaydi. Ishlaydiganlar kirimdan vaqtliq ayrilib qoldi. Ammo ular o'zining oilasining va boshqalarning tan sog'lig'ini saqlashdan iborat eng cho'ng foydaga erishidi. Tan saqliq zo'r boyliq degandek, insonga tan saqliqdan muhim va qimmatlik narsa bormi? Erlarning uyda o'ldirishi oilasi uchun ko'plagan yaxshiliklarni ilib kelish bilan birga ba'zi salbiyliklarga sabab bo'ladi. Mecburi dam olishning ijobiy taraflari. Mecburi dam olish sababli uyda o'ldirish jarayonida oila a'zolarimiz bilan bo'lgan munosabatimizni yuzakilikdan cho'nqurliqqa, shundaqla cheksiz mehr muhabbat saviyasiga ko'tara olamiz. Chunki biz odatdagi vaqtlarda adigan ishga ketgan, kechda qaytgan, tamoq yegan, aram olgan degandek har kuni shu xil ishlarni takror qiladigan mashina odamga o'xshab qolgan edik. Endi mecburi dam olish sababli ishlarning xarakteri o'zgardi. Burunqi tartiblar o'rniga yangi tartiblar o'ttirib chiqish boshlaydi. Bu qimmatli fursatda oila a'zolari nurg'un ishlarni birga qila oladi. Namoz, Qur'on va boshqa kitoblarni birga o'qish, birga duo qilish va birga badan chiniqtirish. Hatto ba'zida uy ishlari va tamoqlarni birga qilish. Bu jarayonda o'zaro ko'proq paranglashish, fikr almashtirish, bolalarning o'qishlariga ko'ngil bo'lish, topshiriqlarni ishlashiga yetakchilik qilish va ularning gaplarini anglash, dardiga quloq solish, shundaqla qiyinchiliklari bo'lsa birlikda maslahatlashib hal qilishga yo'l ko'rsatish degandek ishlarni birga qilish orqali huzur, halovatlik, inoq ittifoq, illiq oila muhiti barpo qilib bo'ladi. Bu xil oila kayfiyati oila a'zolarining sog'lomligiga bekmi foydalidir. Uyda o'ldirish orqali ayollarning mehnatini qadrlashni o'rgana. Chunki normalda ko'pincha erlar sirtda xizmatda bo'lgach, ayollarning kundalik tugamas uy ishlari bilan shug'ullanishni ko'rib turmag'achqa, tamoq etish va bolalarga qarash, uy tozalash, ratlash, kirqatlarni, qochqumishlarni yuyish degandek ishlarni bek oddiy chaqlab, sal qarab qolgan bo'lishimiz mumkin. Navbatdagi mecburi dam olish munosabati bilan bu ishlarning qanchalik jafoliq va katta ishlar ekanligini bilib olamiz. Uyda o'ldirish orqali burun qilishga vaqt chiqarolmagan nurg'un ishlarni qila olamiz. Masalan, qanchamiz uyda o'ltirgan vaqtim bo'lsa edi, Qur'on Karimni bir qancha qatim o'qib tamomlagan bo'lardim. Vaqtim bo'lsa, Qur'on tafsiridan bir qanchasini o'qib chiqqan bo'lardim. Jim o'ltirishga vaqtim bo'lsa edi, yillardan beri yig'ib qo'ygan kitoblarimni qayta-qayta o'qib chiqqan bo'lardim. Uyda ko'proq o'ldirish vaqtim bo'lsa edi, farzandlarimga yaqindan ko'ngil bilib, qanig'idek suhbatlashgan va hayot tajribalarimni so'zlab bergan bo'lardim. Uyda o'ldira olgan bo'lsam, ayolimga yordamlashib, uy ishini qilishib, uy va qo'rining buzilgan, cho'lgan yerlarni o'ngshog'an bo'lardim, deb o'ylagan bo'lishimiz mumkin. Mana endi fursat keldi. Mecburi dam olishning salbiy taraflari. Erlarning mecburi dam olish munosabati bilan uyda o'ldirishi hayotlikdagi nizomning buzilishi deganlikdir. Chunki erlarning sirtda ishlashi, ayollarning uyda bo'lishi oilasining hayotining taqozosi bo'lib kelgan. Shunga erlarning necha hafta yoki oylar sirtga chiqmay uyda bo'lishi erlar va ayollar uchun ba'zi salbiy kayfiyatlarni olib kelishi mumkin. Buning oldini qanday olib bo'ladi? Buning uchun tuvandagidek bir necha nuqtaga diqqat qilishni tavsiya qilaman. Birinchi,
Erlər ayollarning hamma ishlariga aralashib, bek ko'ziga kirib olmaslik hamda burunqidimi bekroq sabr taqatlik bo'lib, oson chepilmaslik kerak. Chunki oila degan er-ayol ikkisining muassasasi bo'lsa-mu, uy ayolning mamlakati bo'lib, bu mamlakatning xo'jayini ayoldir. Şuna O'rta Osiyo mamlakatlaridagi Uyg'urlar birovning uyiga bormoqchi bo'lsa, palon oxunning uyiga boramiz demasdan, palon xonning uyiga boramiz deydi. Ayollar o'zining uyini eridan va bolalaridan yaxshiroq biladi. Uyda o'zining nimani nega qo'yganligini, har kuni uyda qanday ishlarni qilganligini o'zi biladi. Şuna er uyda biror narsani topolmasa, ayoldan so'raydi. Er-ayol o'rtasidagi majralarning oldini olish uchun ayolni o'z mamlakatida erkin qo'yib berish, uning ishlariga chat kirib olmaslik lozim. Ikkinchi, navoda ayollar yordamga ehtiyojli bo'lganda va yordam qilsa xushal bo'ladigan ishlarda ularga yordamlashish. Hatto ayoli xushal bo'lsa, tamoqni birga etish degandek. Ayollar yordamni xohlamasa, ularni o'z ixtiyoriga erkin qo'yib berish kerak. Chunki ba'zi ayollar erining uy ishlariga qarashib berishni yoqtirsa, yana ba'zilari yoqtirmasligi mumkin. Shunga eng yaxshisi ayollarning ko'ngliga va qiziqishiga qarab ish ko'rish oqilanlikdir. 3. Uy ishlarida ayollarga yo'l ko'rsatuvchi ustoz bo'lib olmaslik lozim. Chunki ayollar uyda nima qilish, qaysi ishni qanday qilish, hatto tamoqni qanday etish deganlarni erlardan yaxshiroq biladi albatta. Hayotda erlar nurg'un ishlarning nazariyasini ayollardan obdan bilsa-mu, xeyli ishlarning amaliyotini ayollar erlardan obdaroq biladi. Uyda o'ltirdim deb ayolga ustozlik qilmoqchi bo'lgan erlar ayolni o'zidan yiroqlashtirib qo'yish mumkin. 4. Er-ayollar munozirlashib qolganda ayollarga qo'yib berish, hatto ba'zida qasddan yengilib berish lozim. Chunki ayol bilan talashib, uni yengib olgan er hargizmi nochi hisoblanmaydi. Ayoliga yengilib berganga ham yuzimi to'kilib ketmaydi. Aksicha shunday qilish orqali ayolning ko'nglini tutib, o'ziga texmi moyil va qoyil qilg'ili bo'ladi. Ayollarning hissiyotchanlik darajasi erlarninkidan yuqori bo'lib, tez hayajonlandi, tez ochiqlandi va tez xushal bo'la oladi. 5. Ayollar bilan teng bo'lmaslik. Ayol og'zini qo'yib aytganda, er temkin bo'lib, savrchanlik ko'rsatish lozim. Agar bundaq bo'lmaganda majra cho'ngib ketadi. Majralarda ayolning asosiy quroli og'zidir. Sahobalardan birining ayoli jidal qilganda hamisha ovozini yuqori ko'tarib so'zlaydi ekan. Bu sahoba bir kuni Xalbi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuga arz qilmoqchi bo'lib, Xalbining ishikining oldiga kelganda, uy ichida Xalbining ayolining yuqori ovozda uning bilan jidallashayotganligini anglab, "Mening ayolimni shundoq emas ekan. Xalbining o'zi uchishlik dadi bor ekan" degan xiyol bilan qaytay deb turishiga Xalbi uydan chiqib uni ko'rib qopti va uningdan nima uchun kelganligini so'rabdi. Sahoba dardini bayon qildi. Xalifa uningga vafodorlik mujassamlangan muni mashhur so'zni aytib tasalli bergan ekan. Ayolim mening ig'irchiliklarimni ko'tirdi, bolalarimni tarbiyalaydi, kiyimlarimni yuydi, tamoqimni etidi, uyimni pokiz tutadi. Ayolim bularning hammasini qilishga buyurmasammi shundoq qiladi. Men endi uning menga ovozini ko'tarib dardlanishlarini ko'tarmasam bo'lamdi.